Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan va bugungi videomizda biza Dead Steve haqida gaplashamiz. Agar sizlar kimligini bilmasanglar, shu bratanimiz bo'ladi. Like va obunani bosib qo'ying. Agar bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Dead Steve ma'nosi o'lgan Steve bo'ladi. U rasman Minecraft kompaniyasi, ya'ni jamoasi tomonidan yaratilgan Steve, lekin u o'lgan Steve. O'zidan ular Steve'ni yaratgan, lekin o'z terillardagi xatoda Dead Steve paydo bo'lgan. U o'yinchini kuzatmaydi, balki de uni qo'rqitadi. Va aytishlaricha, u Steve'ning qorong'i ruhi deyishadi va ba'zilar Steve'ning yovuz versiyasi deyishadi. Dead Steve hatto uning hikoyasi ham bor va uni hozir aytib beraman. Dead Steve avval oddiy Steve edi va u eski versiyada qolib ketgan edi. Ya'ni eski versiyada Steve desa ham bo'ladi. Va u eski versiyali bo'lganligi uchun Microsoft, ya'ni Minecraft kompaniyasi u versiyani o'chirib yuborishga qaror qilishdi va uni Steve boshqa versiyaga ko'chib o'tishga qaror qildi. Yo'qda eski versiya o'chirilayotganda yangi versiyaga o'tayotgan edi va u serverga o'tayotganda buzilish bo'ldi va u Dead Steve'ga aylandi. Yovuz va o'zi qanaqadir burilib ketgan, singan, qon shunaqa bo'lib qoldi. Dead Steve'ning ko'rinishi har xil bo'ladi. U har doim har xil tanada bo'ladi, chunki uning tanasi burilib har xil bo'lib ketadi. Hozir men sizga ko'rsataman, o'shalar uning tanalari bo'ladi. Har doim har xil ko'rinishda. Dead Steve'ning qobiliyatlari shundaki, u qorong'ida yo'qolib qoladi, birdan boshqa joyda paydo bo'lib qoladi, tovushlar chiqaradi, qaladi, o'zidan keyin chatga yozadi va boshqa qobiliyatlari ham bor va ular o'ta ko'p, shuning uchun men sanab o'tira olmayman. Agar siz menga ishonmagan bo'lsangiz, bu videolarni ko'ring. Mana video ham o'z nihoyasiga yetdi. Dead Steve bu haqiqiy afsona, balki haqiqat hikoya ham. Like va obunani bosib qo'ying albatta. Sizlar bilan Brex bo'ldi va ko'rishguncha. Aytgancha obuna bo'ldingizmi? Obuna bo'lgan bo'lsangiz bu video albatta tugadi. Xayr.